ey xudo, men o'zimni jabr ko'rgan inson deb yursam, mendan ham battar insonlar bor ekan-ku. Shahboz akani yashaydigan joyi yo'q. Men uyimni tutishlari mumkin. Agar rozi bo'lsangiz, siznikida turib tursalar degandim. Qo'lingizni bo'sh qoldirmayman. Qizingizga nima dorilar kerak bo'lsa, nima yordam kerak bo'lsa, hammasiga yordam bering. Ertaga meni ham boshim baloga qolmasinkin. Masalan, jinoyatchini yashirgin deb. Zulfiya, to'g'ri aytyaptilar. Bularni ham boshim baloga tiqmaylik. Mayli, singlim, rahmat sizga. Ijaraga qo'yganman deysiz, tanib o'tirishibdimi? Pulini ham to'laymiz, faqat yo'q demang, boshqa ilojimiz yo'q. Sizdan yordam so'rab keldik. Mayli. Foydali odat yarim pul. TBC omonat oching va istalgan maqsadlaringizga pulni yengil yig'ing. TBC omonat foydali odat. To'g'rimdan biroz xavotirdaman. Xavotir olma azizam. Farzandimiz baquvvat va sog'lom bo'ladi. Axir sen elevit topadilarsan. Oddiy puli kislotadan farqli o'laroq, elevit bolaning to'g'ri rivojlanishi uchun zarur vitamin va minerallarni saqlaydi. Miya va yurak shakllanishi uchun battarning 2 martalik dozasi, aqliy rivojlanish uchun temir, sog'lom ko'zlar uchun vitamin A, mustahkam suyaklar va tishlar uchun kalsiy. Elevit sog'lom bola tug'ilishiga yordam berishi klinik jihatdan isbotlangan. Bayro. Bozorda hammasini oldingizmi? Humans. Kreditchi? Kreditni to'ladingizmi? Humans. Yordam beramizmi? Humans. O'zingizga mahsulot sotib oldingiz. Muhtojlarga yordam bering. Humans. Aqllilar uchun har kuniga. Uzun karta bor, pul bor. Ortiqcha pul sarflamang. Komissiyasiz o'tkazmalardan foydalaning. Islomjonmi? Yeni bola. O'shundan battar. Pul yig'ib, ta'mirlab berdi. Singlisiga telefon olib berdi. Kelinimdan ham bunday o'tida. Necha marotaba xabar olib keldi. Ana u keldi. Katta odam.